Alo. Assalomu alaykum, Doniyorjon aka, siz bo'lasizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, sog'-omonmisiz? Bezovta qilib Rahmat. qo'ymadikmi sizni? Yo'q, rahmat. Avvalambor bugungi qarshi olgan xayrli yoshlaringiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga esa chin ummat bo'lgan shukronalik shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayzu barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni duoga ochib nimaiki so'rasangiz, barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizni yaratgan egam ijobatini bersin ilohim. Ayni damda tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Yaqin insonlaringiz sizga atalgan chiroyli dilsizxorlarni, tug'ilgan kun tilaklarini, go'zal samimiy tabriknomalarni yo'llab qolishgan ekan. Bir taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi qadrdoningiz mana shunday chiroyli tilaklarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Yaqinlardan bo'lishi, do'stlarimdan bo'lishi mumkin, yo o'ydagilardan bo'lishi mumkin. Albatta, oila a'zolaringiz nomlaridan qaysi birlari bo'lishlari mumkin? Bilmasam endi. Ko'larimdan qaysi biri hammasi yaxshi ko'radi. Keling sizga o'zim Kim bo'lishi mumkin? Kim? Singlim. Ular ham albatta mana shu samimiy tilaklarga qo'shilib qolishibdi, lekin sizni bugun yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi, turmush o'rtog'imni borlariga shukr, umrlari uzun bo'lsin. Baxtimga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Ularsiz hayotni tasavvur ham qila olmayman deguvchi, umr yo'llaringiz hamrohi bo'lmish, umr yo'ldoshingiz Muniraxon opa nomlaridan chiroyli tilaklar yetib kelibdi. Rahmat. Ularga qo'shib albatta. Ularga qo'shimcha tarzda qizalog'ingiz Muslimaxon hamda o'g'ilchangiz Muhammad Sodiqlar nomlaridan ham qabul aylar ekansiz. Agar ruxsat bersangiz, mana shu chiroyli samimiy tilaklarni o'z egasiga, ya'ni sizga o'qib yetkazib beraman, maylimi? Rahmat, tashakkur. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan qadrdonim, dunyodagi eng aziz insonim, hayot yo'llarimni hamrohi, oilamiz ustuni bo'lgan turmush o'rtog'im. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Sizga dunyodagi eng ezgu, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohim tanijoningiz sog', umringiz uzun bo'lsin. Qarshi olgan yoshingiz avvalgilardan-da xayrli, avvalgilardan fayzli bo'lsin. Bundanda go'zal yoshlarni qarshi oling ilohim. Har bir kuningiz fayzli, barokatli bo'lsin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi ko'paygandan ko'payaversin. Allohim uyimizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Bizga ko'rsatayotgan mehringiz, har bir mehnatlaringiz haqqiga Allohim sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlarga birgalikda bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni da yaratgan Robbim nasib ro'za aylasin. Aziz boshingiz hamisha salomat bo'lsin. Bilib bilmay sizni ko'nglingizni og'ritib, ranjitib qo'ygan kunlarim bo'lsa, Alloh uchun meni kechiring. Sizdek umr yo'ldosh bilan siylagan, sizdek mehribon insonni menga tuhfa aylagani uchun Allohimga shukronalarim, hamd va sanolarim bo'lsin. Ilohim farzand ne'matlarimizni baxt va kamolini birgalikda ko'rib yuraylik. Boringiz va borligingiz uchun tashakkur. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Qalbingiz qo'rida yashayman o'zim. Siz mening yagonam, mening yolg'izim. Unutmang yurakda shu aytar so'zim, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Qimmatli mashina yoki saroylar, kerakmas sizdanda tengsiz chiroylar. Havasda yurishsin men degan boylar, sizni boringizcha yaxshi ko'raman deya mana shunday samimiy go'zal tilaklar siz uchun ekan. Rahmatingiz bo'lsin. Rahmat sizga ham. Ko'nglingiz ko'tarildimi, xursand bo'ldingizmi chiroyli tilaklarni? Ancha ko'tarildi, rahmat. Sizga ham rahmat. Qimmatli daqiqalaringizni ayamasdan bizlarni tinglaganingiz uchun tashakkur deymiz. Ilohim yuzlardan oshib, minglar bilan yuzlashib yuring. Shodliklaringiz hamisha shodiyona kunlaringizga ulanaversin. Bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, charchamang. Salomat bo'ling. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi, Xudo bizni juftligimiz xohlabdi.
sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Sevgi degan sinovimdan o'talgan, goh mehribonim, goh bag'ritoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini, uzoq yillar shodligu rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Qondirguvchi choyimsiz, yarim ko'nglim to'ldirguvchi boyimsiz. Men ko'kda oysiz, yonimda quyoshim. Baxtimga bor bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Yolg'izim yorim, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.